Dişimizin devamını anlatımız hürmetli vatandaşım. 19. kurultaydan buran keskin eleşiş, Wang Qishan'ın iki taraflı sözlügen sözleri. Mavzuluk haber 10. ayının 21. günü Cumhuriyet Nazar Torbiyeti ilan kılın. Haber mındak baştan. Mındak aytqanda hazır 18. nöbetlik Cumhuriyet Kompartiyasının 6. umumi yığını 10. ayının 24. günü açıldı. Bu yığın açılıştan burun türlü gepler oturuğa çıkıvatıdı. Onda karar oturup koyuldu, bunda siyaset oturup koyuldu deydi. Şunun arpsıdı turgan vaxtıdır ki vəziyyətdən nima ekanligi to'g'risida bu yerda kichikgina bir xabar e'lon qilingan ekan, shu xabarni vatandoshlarga yetkazamiz. 19. qurultayning oldingi sap urushi deb qaralgan 6. umumiy yig'in bir necha kundan keyin ochildi. Shangang matbuotlar taftish komitetining sekretari Wang Qishanning so'zlarini oshkorlab, partiyaning yuqori qatlamida keskin kurash bo'ladiganligini ko'rsatdi. Bizning tishimiz chiqqandan boshlab bunda aytgan 1950-yildan tortib taki hozirgacha Cumhuriyet Kompartiyasining ichida kurash to'xtab qolgani yo'q. Kurashdan davomlashyapti. Lekin bir narsa esinglarda bo'lsinki, vatandoshim, bu partiyada o'zining siyosiy qurilma siyosat nazariyasi yoki bu partiyaning o'zi tuzgan qonun bilan bo'lgan munosabatning qanday ekanligini qo'yib turaylik. Kurash to'xtamay kelyapti. Lekin bizning opirin deydigan bir nuqtamiz Xitoy millatchiligi bu partiyani parchalanishdan, alaq bo'lishdan, o'zil kesil gumron bo'lishdan saqlab qolyapti. Millatchilik mana shunday bo'ldi. Qo'lsunsi yangichida bosh yerilsa tumoq ichida deydigan Uyg'urning bir tamsil turoqliq iborasi va Xitoyning yemirilmay turishi dal mana shunday nuqtada kelyapti. Hozir yana shuni nima deydi? Partiya ichida keskin kurash yuqori darajada yuz berdi deydi. Bundan burun chet elda tahlilchilar mundaq hisobladi. 6. umumiy yig'inda rais Xi Jinping suiqasdchilarni tozalaydi. Daimi hayat darajı kişilerini tartib chiqarib partiyani o'zil kesil tozalaydi deyishdi. O'zil kesil tozalaydi deyishdi. Yuzlanish yo'rnining 10. sonida xabar qilib bundaq ko'rsatdi. İntizam Tekshirish komitetining sekretari Wang Qishan 9. ayning 28. kuni yig'indi bundaq ko'rsatdi. Partiyani qattiq boshqarish. Bugun e'tirof qilishimiz kerakki vaziyat og'ir. Vaziyat murakkab. Natijalar bo'lsin, lekin kurash o'ng'ay bo'lmayapti. Wang Qishanning e'tirof qilishi ekanda bugun natijalar bor deydi. Lekin vaziyat keskin, vaziyat og'ir. Demak bu Wang Qishan taftish boshlig'i Wang Qishan sekretari hozir kompartiyaning ichida kurashni ana shunday tasvirlayapti. Buzg'unchilik qilish, Xitoyga zarar berishi mumkin deydi. Suiqasdchilar. Ko'p tarafdan partiyaning ichki qismidan partiyaning yuqori qatlamidan kelyapti. Kurash partiyaning ichki qismida bo'lyapti. Kurash partiyaning yuqori qatlamida kelyapti deydi. Wang Qishan mundaq ko'rsat, krizis mavjud. Bo'shab qolishga bo'lmaydi. Bizar bo'lish kayfiyati bo'lmasa kerak. Eng keskin kurash 19. qurultayning arpsida yuz berdi. Wang Qishan ko'rsatgan keskin kurash odatdagi a'zolar yoki o'lka darajalik kadrlar paydo qilgan kurash emas. Partiya ichida yuqori qatlamda qaysi xil kuch, qaysi xil guruh, qaysi siyosiy byuroning a'zosi zodi kim bilan bo'lgan kurash. 18. navbatlik 6. umumiy yig'in 19. qurultaydan burun o'tkaziladigan halqaliq yig'in Shangang oldingi hisob jurnalida mundaq ko'rsatdi. Beijingda kelgan hukumat ichidagi bir arbobning faraz qilishicha 6. umumiy yig'in amaliyotchil bo'lish odatining aksicha, yoki kundalik ishlarni bartaraf qilish ishining aksi tartiblarining aksicha Rais Xi Jinping markaziy hukumatning hayot mamotiga munosabatli kurash bo'ladi. Demak, Rais Xi Jinping hukumatining yoki Rais Xi Jinping markaziy komitetining hayot mamotiga munosabatli rahmisiz kurash bo'ladi. Rais Xi Jinping kishilarni ko'ngilgidek yoki kishilarni cho'chitgidek bir ishni qilishi mumkin deydi. Zaten nima ish qilish to'g'risida xabar yo'q. Bu ish Rais Xi Jinping suiqasdchilarni tozalaydi, qarniyatchilarni tozalaydi deganga markazlashdi deydi. U vaqtida
Kompartiyaning markaziy komiteti ishki qismidagi suiqasdchilar kim? Qarniyatchilar kim? Agar Rais Xi Jinping bu qatam 6-chi umumiy yig'inda buni tozalasa, ularning qarshiligi qanday bo'ldi? Bundan boshqa siyosat bormi yo'q? Yana bir siyosat partiyaning navbatdagi qurultoy va umumiy yig'inda qaraladigan Rogan Ventiya. Bir qancha masala. Bu qatorda nima masalalar chiqdi? Vatandoshlar bilan keyingi leksiyalarimizda uchrashamiz.